Assalamu alaykum, hurmatlik radio anglovchi qarindoshlar. Qur'on buluqi programmamizning 15-soniga kelganinglarni chin qalbimizdan qarshi olamiz. Hurmatlik radio anglovchi do'stlar, biz bu programmamizda hammanglarga ma'lum bo'lgandek, islom dunyosidagi parlagan yulduz marhum ustoz Sayyid Abul A'la Mavdudi rahimahullohning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunib kelyapmiz. O'tgan soatdagi 14-son programmamizda diqqatingizda bo'lgan mazmun ibodat. Shundaqla bu ibodat so'zining arab tilidagi lug'at ma'nolari, shundaqla Qur'oni Karimdagi ishlatilishi va ibodat deganning qulluq va itoat ma'nosida kelgan mazmunlarni diqqatingizga sunib o'tgan edik. Inshaalloh bugungi 15-son programmamizda ibodatning itoat ma'nosida kelgan mavzudan boshlab, shundaqla itoat ma'nosi va ibodatning cho'qinish ma'nosida kelgan qismlari qatorliq mazmunlarni diqqatingizga sunib o'tamiz. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Oldi bilan ibodatning itoat ma'nosida kelgan qismlari. Qani amdi ibodat degan so'zning faqat ikkinchi ma'nosi, ya'ni itoat ma'nosida ishlatilganligiga qarab boqaylik. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Sura Yasinning 60-oyatida mundaq deydi: Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ey Adam ballari, shaytonga ibodat qilmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir deb ta'kidlamadiqmi? deydi Alloh subhanahu va taolo Sura Yasinning 60-oyatida. Hammamizga ma'lumki, dunyoda hech bir inson shaytonga ibodat qilmaydi. Balki har tarafdan shaytonga la'nat yog'diradi. Şuna qiyomat kuni Alloh taolaning odam avlodlarini shaytonga ibodat qilish jinoyati bilan javobgarlikka tortishi insonlarning qandaqdir shaytonga cho'qinganligi sababidan emas. Balki shaytonning so'ziga kirib, uning hukmiga amal qilganligi, shayton qandaq yo'lni ko'rsatsa, shu yo'l tarafga manganligi sababidan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Sura Saffatning 22 va 30-oyatida shunday deydi: Uhshuru allazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. Qiyomat kuni bo'lganda Alloh farishtalariga buyruq qilib shunday deydi: zulm qilg'uvchilarni va ularning hamrohlarini hamda ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan mabudlarini to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar deb bu nidoni qildi Alloh subhanahu va taolo. Ondan ular, ya'ni kafirlar bir-biriga burilib munozirlashadi.
ibodat qiluvchilar o'z ma'butlariga, sizlar bizning yenimizga o'ng tarafdan, ya'ni yaxshichoq bo'lib kelatdinglar-ku, deb bu savolni so'raydi-da. Ular javoban, yo'q, sizlar o'zinglar iymon keltiruvchilardan emas edinglar. Bizning sizlarni zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Sizlar o'zinglar itoatsiz edinglar, deb javob berdi ularning cho'qingan narsalari. Endi bu oyatda naql qilinayotgan mabutlar bilan ibodat qiluvchilar o'ttirisidagi dadalashlar ustida fikr yurgizib ko'radigan bo'lsak, oyatda mabut deyilayotgani hargizmi kishilar cho'qinadigan but yoki haykal emasligini, balki yaxshi qiyofatga kirib olib insonlarni ozdiradigan rahbarlarni muqaddaslik to'niga kirib olib mazar, daraxt, supa, salla, tasbih, jay namozlarining soyasida Allohning bandalarini aldab, Allohga emas, balki o'ziga aqidatman qilib olishning g'amini qiladigan, davoni isil ham yo'g'on qilib, amaliyotda fitna fasod teriydigan atalmish xo'ja, darvish, diniy peshvolarni bildirdi. Demak, bu oyatda dal ana shunday kishilarga qarog'ularcha agishib, ularning hukmlariga shartsiz itoat qilishni Alloh taolo boshqa ma'budga ibodat qilish deb atamoqda. Alloh subhanahu va taolo bu haqda sura Tavbaning 31-oyatida shunday deydi: ittakhadhu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ular o'zlarining ulama mashayihlarini Allohdan boshqa Rabb qilib oldi. Maryamning o'g'li Masihni ham. Halbuki ular faqat birla Allohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Demak, bu oyatda ulama mashayixlarni Rabb qilib olib, shularga ibodat qilganlik so'zlangan bo'lib, buning ma'nosi Allah va Allohning payg'ambarining hujjatisiz shularning buyruqlarini cheklash va yo'l qo'yishdan iborat ahkomlarni bajo keltirishni bildirdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zining bir sahih hadisida bu oyatni dal mushundaq izohlab bergan. Payg'ambar alayhissalomning bu tövende so'zlangan hadisiga kelsak, Payg'ambar alayhissalom yuqoridagi oyatni o'qigan vaqtida, ular o'zlarining ulama mashayixlarini Allohdan boshqa Rabb qilib oldi. Maryamning o'g'li Masihni ham. Halbuki ular faqat birli Allohga ibodat qilishga buyurilgan edi degan oyat nozil bo'lib, Payg'ambar alayhissalom bu oyatni o'qiganda sahobalar turib deyishdiki, biz o'zimizning ulama mashayixlarimizga cho'qinmaymiz-ku deb so'ralganda. Ya'ni sahobalarning ichidan shu Payg'ambar alayhissalomningki olib kelgan bu risolatiga, bu islom diniga e'tiqod qilib, buning to'g'ri ekanligini qabul qilib iymon etgan sahobalar bor edi. Ahli kitobdan, ilgirki ahli kitoblardan iymon etgan kishilar bor edi. Shuning bilan so'raldi bu yerda. Biz ular o'zlarining ulama mashayixlarga cho'qinmaydi-ku ular deb so'ralganda, Payg'ambar alayhissalom uningga javoban, ular nimani halol deb belgilasa, sizlar shuni halol deb tushunib olmadinglarmi? Ular nimani harom deb belgilasa, sizlar shuni harom qilib olmadinglarmi? deb javob bergan. Bu hadisning oxirida shunday degandekin, ana shunday qilganlikning o'zi shularga ibodat qilganlik, Allohni qo'yib shularga ibodat qilganlik deb tushuntirish bergan rivoyatlar rivoyat qilingan. Endi yangi bir mazmun ibodat cho'qinish ma'nosida, ya'ni ibodat degan bu so'zning cho'qinish ma'nosida kelgan qismlari babiga keldik. Endi 3-ma'nosiga aloqador oyatlarga qarab boqaylik. Oldi bilan shuni yaxshi tushunib olish lozimki,
Qur'oni Karimning ruhiga asosan tövendekidek ikki xil faoliyatlar ibodatning cho'qinish ma'nosiga kiradi. Birinchi, birovning oldida sajda, ruku, qo'l bog'lab qiyomda turish. Atrofini tavob qilib bo'sug'i suyish. Nazir, qurbonlik qilish qatorliq birovga cho'qinish maqsadida elib berilgan faoliyatlar bo'lib, mayli birovni iloh deb bilsin yoki katta ilohning oldida yaqinlikqa va shafoatga vosita bo'lg'ichi deb qarasin. Va yoki katta ilohning ilohlik intizomini yurgizishda uningga hamkorlashadigan kichik iloh deb qarasin. Buningdan qat'iy nazar mazkur faoliyatlarni bajo keltirganlikning o'zi cho'qinganlik bo'lib hisoblanadi. Buni aytib aniq bo'lishi kerak. Ikkinchisi, birovni sabablar olamiga ta'sir ko'rsatalaydi deb qarab, o'z hojati uchun duo, iltijo qilish. Qiyinchilik yoki musibatda qolgan chog'larida uningdan madad tilash. Xiyim xatar, baloyi ofatlardan saqlanish uchun uning panohligini tilash bo'lib, yuqorqi mana bu har ikki xil faoliyatlar Qur'onning ruhiga asosan cho'qinishning tarifi ichiga kiradi. Masalan, bu haqda Alloh subhanahu va taolo sura Mu'minning 66-oyatida shunday deydi. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. Aytib qo'yginki, aytginki ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, men Parvardigorimdan ro'shan dalillarga sazovor bo'lib bo'lgandan keyin sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotganlaringlarga ibodat qilishdan man'i qilindim deb shunday aytgan deydi Alloh subhanahu va taolo. Yana Alloh subhanahu va taolo sura Maryamning 48-49-oyatida shunday deydi. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. İbrahim aleyhisselam etdiki, men sizlarni va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalarni tashlayman. Men faqat Parvardigorimni chaqiraman. U, ya'ni İbrahim aleyhisselam ulardan va ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroqlashganda biz uningga Ishoq bilan Yaqubdek farzand ato qildik, deydi Alloh subhanahu va taolo. Yuqorida bu oyatning yuqorisida falamma atazalahum va ma ya'buduna min dunillahi va habna lahu Ishoqni oldida bu 49-oyat, 48-sida va a'tazilukum va ma tad'una min dunillahi va ad'u rabbi deganda İbrahim alayhisalom, men sizlarni va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalarni tashlayman. Men faqat Parvardigorimni chaqiraman. Yana Allah subhanahu va taolo sura Ahqafning 5-6-oyatida shunday deydi. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Allah'ni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydiganlarga duo qiladigan odamdimi gumroh odam bormi deydi Alloh subhanahu va taolo. Ana shundoq butkul duolarni ijobat qiladigan, ashundoq buyuk Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydiganlarga duo qiladigan odamdimi gumroh odam bormi? Ular hatto ularning duo qilayotganligidan xabarsizdir. Ular cho'qinayotgan, ular duo qilayotgan narsalari mayli kim bo'lsin, ular shu qadar ojizki, hatto ularning duo qilayotganligidan ham xabarsizdir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda
ular aşu dua qilguvchilarga dushman bo'ladi va ularning ibodatlarini mu inkor qiladi deydi. Dunyoda ular ibodat qilgan, duo qilgan shu narsalari, shu mabutlari, shu peshvolari, shu avliyolari qiyomat kunisi insonlar to'planib hisob berish uchun to'plangan chog'da qanday qildi desa, o'zlarining shu dunyoda shu duo qilguvchilarga nisbatan shu duo qilguvchilarga dushman bo'ladi. Balki ularning ibodatlarini ham inkor qiladi. Sizlar menga duo qilmagan, hamma narsani inkor qilib, butunlay rasvo holatga tushirgan gapda dunyoda duo qilib, shuningga sig'inuvchilar qiyomat kuni ana shu kunda intayin razil bir holatga tushirgan gap. Endi bu har 3 yil oyatda Qur'oni Karim ibodatni duo qilish va madad tilash deb ochiq tushuntirib bermoqda. Allah subhanahu va taala sura Saba'ning 41-oyatida yana shunday deydi. Bal kanu ya'budunal jin. Balki bular jinlarga ibodat qiladi. Ularning to'lisi shularga iymon keltiradi dedi. Aktsaruhum bihim mu'minun. Ko'pinchisi ularning ko'pinchisi qanday qiladi? Shularga iymon keltiradi. Endi bu yerdagi jinlarga ibodat qilish va jinlarga iymon keltirish degan so'zda zoda nimaning ko'zda tutilganligi sura jinning 6-oyatida mundaq sharhlab berilgan. Yuqoridagi oyatdagi jinlarga ibodat qilish va jinlarga iymon keltirish degan bu so'zda zoda nimaning ko'zda tutilganligi sura jinning 6-oyatida shundaq izohlab sharhlab berilgan. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. İnsanlardan bolgan bazı kişiler, cinlardan bolgan bazı kişilerinin panahiga sığınat deydi. Bu ayette. İnsanlardan bolgan bazı kişiler, cinlardan bolgan bazı kişilerinin panahiga sığınat deydi. Endi bunundan şunu bilib olishga bo'ladi ki, cinlarga ibodat qilish deganlik jinlarning panohligiga sig'inishni hamda xiyim xatar musibatlarga qarshi ulardan muhofazat talab qilishni bildirdi. Jinlarga iymon keltirish deganlik bo'lsa, jinlar panohlik berish va qo'g'dab qilish qudratiga ega deb aqida qilishni bildirdi. Intayin muhim mazmunlar qarindoshlar, nihoyatda diqqat qilib, diqqatinglarni berishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Allah subhanahu wa ta'ala yine Sura Furqan'ın 17-18 ayetinde şundak deydi. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. Allah. Şu günde perverdigarın ularga koşup, ular Allah'ını koyup çukungan mebutlarını mı birlikte yığıdı. Şu günde yani kıyamet günü de Rabbin perverdigarın ularga koşup, ular Allah'ını koyup çukungan mebutlarını mı birlikte yığıdı. Yani şu Allah'tan başkalarına çokungan şu asi günahkarlarga koşup, ular Allah'ını koyup çokungan dünyadaki şu mebutlarını mı birlikte yığdı Allah subhanahu wa ta'ala. Meyli o mebudi çokunguçisi kim olsun. Andın Allah ulardan soraydı ki, menin bu bendelerimni siler azdırdınlar mı? Ya ki ular özleri doğru yoldan azdı mı? Dep soraydı. Ular cevap verip deydi ki, İyi Allah, sen paktursen. Seni koyup başkalarını başpanah kılıbilişka bizlerinin kat'i haddimiz yok. Dep bundak cevap verdi. Hem de bu yerdeki bayan uslubundan şunu uçuk bilip algılı buludu ki, mebutlar degen söz, evliya, buzruklarga qartılgan. Ularga ibadet kılış degenlik bolsa, kişilerinin ularını bendelik süpetinden yukarı kötürüp etip, ilahi süpetler bilen süpetli olganlıqını, ularını g'ayibdan yordam berishga, müşkülni oson qilishga, dadu feryatlarni anglashga qodir deb tushunib olganligini, shunga ularni ulug'lash uchun cho'qinish tusini olgan har xil faoliyatlarni bajo keltirganligini ko'rsatdi.
Allah subhanahu wa ta'ala Sura Saba'ning 40 va 41 oyatida shunday deydi. Wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Allah o kunda bütün insanlarni yig'adi. Ondan farishtalardan bu kishilar sizlarga ibodat qilamdi deb so'raydi. Farishtalar sen poktursan. Bizning aloqamiz sen bilandir. Ular bilan emas deb javob berdi. Endi bu yerdagi farishtalarga ibodat qilish degan so'z farishtalarning xiyoliy haykal butlarini qotirib olib, yuqoridagi oyatda tilga ilingan farishtalarga ibodat qilish degan so'z farishtalarning xiyoliy haykal butlarini qotirib olib, shularning nomida ibodatxona silib cho'qinishni bildirdi. Bu xil cho'qinishdan maqsad ularni xushal qilish orqali nazar, ularni xushal qilish orqali nazar inoyatiga erishish, ularning diqqatini o'z ahvoli tarafga tortishni qo'lga keltirib, dunyolik ishlarda shulardan madad tilash edi. Yuqoridagi oyatda tilga ilingan farishtalarga ibodat qilish degan so'z farishtalarning xiyoliy haykal butlarini qotirib olib, shularning nomida ibodatxona silib cho'qinishni bildirdi. Bu xil cho'qinishdan maqsad ularni xushal qilish orqali ularning nazar inoyatiga erishish, ularning diqqatini o'z ahvoli tarafga tortishni qo'lga keltirib, dunyolik ishlarda shulardan madad tilash edi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda Sura Yunusning 18-oyatida bunday deydi. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'indallah. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga na foyda, na ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular Allohning dargohida bizga shafaat qiluvchilardir deyishadi. Uningga cho'qinib, nimishqa cho'qinsa buningga desangiz, bular Allohning dargohida bizga shafaat qiluvchilardir deb bu so'zni deyishadi. Allah subhanahu wa ta'ala yana Sura Zumarning 3-oyatida shunday deydi. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah'ını qo'yib onundan boshqani boshpanoh qilib olganlar o'zlarining bu qilmishini tushundirib, agarda nimishqa shunday qilasan desangiz, deydi-ki, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir deb bu so'zni deyishdi. Bu yerdagi ibodatning ma'nosi ham cho'qinishni bildirgan bo'lib, ularning zodi nima maqsadda cho'qinadiganligimi sharhlab berilgan. Hurmatli radio anglovchi qarindoshlar, Qur'on buluqi programmamizning 15-soni bugun vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Qadrli qarindoshlar, butun dunyodagi qarindoshlaringlar uchun, shundaqla kamina ojiz uchun ijobatlik duolaringlarda chin qalbinglardan duo qilib qo'yishinglarni umid qilaman. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.